Sizlar bu videoni ko'rib turganingizdan sirasi kimga yuborishni bilasiz. Ya'ni nima bo'lyapti deydigan bo'lsangiz, bugun 1-iyundan boshlab yo'l qoidalari yana o'zgarishlar boshlandi. Ya'ni balli sistema ishga tushdi. Albatta videoni ko'ring, to'liq ma'lumotga ega bo'ling. Qoidabuzarliklar uchun maxsus jarima ballari hisoblanadi. Ballar quyidagi holatlarda beriladi: davlat raqamlarisiz harakatlanish, ovoz signalini o'zgartirish, tezlikni oshirish, qizil chiroqda o'tish yoki belgilarga rioya qilmaslik, xavfli harakat sodir qilish, noto'g'ri parkovka va YPX xodimidan qochib ketish. Agar 1 yil ichida 12 ball to'plansa, haydovchi 6 oyga haydovchilik huquqidan mahrum etiladi. Va bu videoni ko'rib bo'lgan bo'lsangiz, kimningdir kayfiyat tushdi, kimningdir esa kommentariyada chiroyligini, ya'ni so'zlarni yozaman debdi, yana kimdir esa chiroyligina fikrlarni. Albatta xulosalar sizdan, yangiliklar bizdan. To'xtab qolmang, yo'lda yurganda sal ehtiyot bo'ling. Ya'ni eslatib o'taman, bundan buyoq bayram balli sistema ishga tushdi. Kimdir tez yuradigan bo'lsa, kimdir sekin yuradigan bo'lsa, именно shu videoni kimga yuborishni o'zingiz bilasiz.